Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Bugun sizlar shaharda eng zo'r joylari Toj mahalli, mana shu to'g'riga bitta ko'cha, ikkinchi ko'cha, 9 yo'liga chiqasizlar. Toj mahal. Bu mahalla zo'r joy hisoblanadi. Gaz, svet, suv, hamma sharoit, Wi-Fi, hamma gap bor. Yeri toza. Mahalla tinch. Endi hamma biladi bu joyda. Xullas, zo'r joylardan. Mana shu 4 sotiklik uchastkamizda obzorini hozir ko'rsatamiz. Narxi ham zo'r narx bo'lyapti, arzongina. Buni ishi bor, to'g'ri, lekin joyi zo'r. Ishini ham qilib, normal uy qilib yashasa bo'ladi. Mana shu holatga hozir. Oldiga ham agarodga joy bor. Ko'chani o'rtasiga bu tomondan bitta xona, bu tomonga ikkita xona qilingan. Darvozaxona ham bunday qilib sismalar qilingan. Hovli 4 sotik. Mana bu tomondan ham fundament qilingan, yana bitta uyga. Mana bu tomonga zal qilingan. Mana tepalari polni yopilgan. Mana bu tomon tagi podval, monolit qilib tepasi xona qilingan. Bu tomonda bitta xona bor. Gaz, svet, suv, hamma sharoit mavjud. O'sha to'rdan tualetga yama qilingan. Mana shu tomondan yana davom ettirsa bo'ladi yoki bu tomondan davom ettirish mumkin. Mana bu ikkita uy почти tayyor holatga, отделкasi qolgan. Tagi mana monolit qilingan. Bu tomon ko'chaga qaragan. Ichi shpaklovka qilingan, tagi to'ldirilgan. Ikkita akva derazasi bor. Mana shu uyimizda 35 ming deyamiz, kelishamiz, dokumentlari joyiga. Zo'r joydan arzonroq joy yoqtirganlar tashlab qo'yasizlar. Puli bor bo'lsa tip-tekis qilib boshqatdan o'zini proyektini ham qilsa bo'ladi bemalol. Tanish bilishlar tashlab qo'yinglar, telefon qilsanglar gaplashamiz.